Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tadbirkorlar, ko'rishingiz mumkin navbatdagi 3,5 ga 6 razmerdagi ko'chma do'konimiz. Batafsil tushuntirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Oldi fasadlari mana bunaqa tunikalardan, ya'ni 3D variantdagi tunika fon. Ya'ni issiqqa ham, sovuqqa ham hech qanaqasi o'z rangini yo'qotmaydi, o'z sifatini yo'qotib qo'ymaydi. Va mana bu yerda ham fasadni zona qilganmiz. Bu fasadni zonamiz faqat zakaz uchun, faqat zakaz bo'ladi. Va yoniga ham mana bunday plafon qo'yib berganmiz. Bu ham faqat zakaz bo'ladi. Ya'ni bizning обычный standart do'konimizda yon tomonimiz tunika bo'ladi. Ya'ni antral tunika kursdan kelishingiz mumkin. Mana bunaqa antrazet tunikadan bo'ladi yon tomonlari обычныйda mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham idealni turadi. Bu esa zakazga qilinadi. Va old tomonlarni ko'rsataman endi. Mana old tomon ko'rishingiz mumkin. Old tomon mana bunaqa alyuminiy antrazet akpalardan oynalari qora alkafon va ikkita shoxlarimiz va qoshlarga alohida e'tibor beramiz. Qirralariga, burchoylariga o'z fikringizni qoldiring. Ustolarning ishi faqat idealni bo'lgan. Materiallar ham o'shanga yarasha idealni va sifatli materiallardan ishlatamiz. Bu yon tomonimizda ham mana bunaqa panoramli oyna qilib berganmiz va mana bu stoykasiga alohida e'tibor beramiz. Mana bu ham tunika fon, ya'ni 3D variantdagi tunika fon bo'ladi. Bu tomonimizda ham fasadni zona ham bor va plafon qo'yib berganmiz. Bir ko'rib, o'zingizning fikringizni alohida qoldirib keting. Lekin bu ko'chma do'konimiz faqat bomba bo'lib chiqqan, aziz do'stlar. Endi esa ichki qismiga kiramiz. Bu yerni esa ofis xona uchun mo'ljallab qurib berganmiz. Bu tomonimizga esa brok laminat devorli mana bunaqa variantidan, ya'ni daraxtning rangiga moslab qilib berilgan. Ya'ni do'kon rangida, ichki dizaynida hech qanaqa cheklov yo'q. O'zingiz xohlagan rangda qilib beramiz. Polni ham o'zingiz tanlagan rangda qilib beramiz. Va katalog ham xuddi shunaqa. Bu to'rtta plafon faqat zakazga qilib berilgan. Ya'ni standart do'konimizda ikkita plafon yoki lampochka patronoviy lampochka bo'ladi. Alohida qilib beramiz. Bu yerda esa Porsche ham bor, mana bunaqa. Porsche ham qilib berganmiz. Bu ham qora bo'ladi. Bu rezkamiz esa konditsioner uchun alohida qo'yib berilgan. Ya'ni mana konditsioner qo'yiladi, bu yerda esa rezkasi bor. Va bu tomonda ham alohida rezka ikkitalik. Bu esa oq devordan, ya'ni broker laminat. Buni orqasida esa 3 qavatli o'tkilingan. Nima deyapti azizlar? Qomus ham 3 qavatli o'tkilingan. Issiq sovuqqa, yana bir marta aytaman, issiq sovuqqa alohida o'tib beramiz. Shu issiqda issiq o'tkazmaslik kerak, sovuqda esa sovuq o'tkazmaslik kerak. O'zim gapimdan ham adashib qolyapman. Chunki do'konimiz faqat ideal va sifat darajasi yuqori bo'lib chiqqan. Va bu tomonimizni ham rezetka qilib berdik. Va bu tomonda ham mana bunaqa alohida boshqacha devor qilib berdik. Chunki bu yerga stol qo'yiladi va xo'jayin endi rahbar mana shu yerga joylashadi. Va pul chatiri mana bu yerda. Sut yoquvchilar hozir sutimiz ulanmagan va bu yerda esa alohida xonacha yoki-da sklad xona. Endi kim qanaqa ishlatsa ishlatadi. Bu yer esa qorong'uroq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham idealni bo'lib chiqqan. Ya'ni bu joyimiz 1 metr ichki xonamiz, bu tomonimiz esa 5 metr bo'ladi. 5 metrga 350 santimetr. Endi o'zingiz xohlagandek devorni ham do'koningizni yoki sartaroshxonami, kafemi bo'lib alohida xonalar ham qilib beramiz. Ko'rganlaringizdek do'konimiz ideal va sifat darajasi yuqori bo'lib chiqdi. Tashqi tomondan ham bir ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin do'konimiz alohida suzga, ya'ni sifat darajasiga alohida e'tibor beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli va ideal. Kimga shunaqa xizmatlarimiz, shunaqa do'kon qurdirish niyatlari bo'ladigan bo'lsa, bizga, ya'ni pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, biz sizga do'konni razmeriga qarab yoki kvadratiga qarab narxini kelishib beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyati, ya'ni bu yog'i Qoraqalpog'iston, bu yog'i esa Andijon, Asaka, ya'ni oxirgi chegaragacha qurib beramiz. Ya'ni dastlabkamiz mutlaqo tekin bo'ladi aziz do'stlar. Tekin dastlabki nima aytsa? Do'konimiz esa tan narxi razmeriga qarab hisoblanib beriladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Biz sizlarga sifatli va idealni qilib qurib beramiz yoki joylaringizga olib borib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.